Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindishimlar Nabija Allah. Bugünkü programımızda şu Nur Bekir'nin tutqun qılınğandan keyinki ahvallarni ko'rgan asosda matbuotlarda qanday gap so'zlar bo'ldi. Buning Xitoyning bu tuyuqsiz buni tutildi-da. Bu bir yil avval Nur Bekir tutqun qilindi deb bir filyatını yazsam şu vaqt xalqlar xapılab ketgan. Bu reallik uygunkenmidi? Sen undani tutuşun ya yazsan ulamdı deb xapılab ketgan deyapti ba'zilarning. Şunu men degandim bu filyatton belki biraz aynishi mumkin. Çünkü Xitoy u o'ziga sodiq olsun, meyli qandaq olsun boş qo'yib etmaydi. Uni maqsadi o'ttirib o'timi deb niyat qilib chiqqan odamga yo'q biz buni o'ttasang olmaydi yoki bo'lmasa unda bunda desak u nimaga tushmaydi-ku. Uning niyati o'ttirma bu Uyg'ur deganni hech qaysini qo'ymayman. Mush yo'qolsa manga aramchilik qiladi. Buning zimini menga o'ngchi qoladi. Buning tuprog'i menga o'ngchi qoladi. Bunda men bilan raqobatlashgan, men bilan zimin talashgan odam qolmaydi deb mandan niyat qildik. Xitoyning niyatini bilishimiz kerak-ku asli. Şu an o'zida yazsam ba'zi bir xabarlar ketgan bo'ldi. Ama bugungi reallik aylanganda sen chaqchaq qilib dedi vallah. İnkasla qarsam sen axir tilab yurib buni rast tutqizib etding deganga o'xshash şekilde. Bir yerde bu bizning bu yazg'inimiz olsun, bu diginimiz olsun, o muhim emas. Muhimi bu Xitoyning maqsadi nima? Hozir Sharq Turkistonda bo'layotgan, qilayotgan yurgizayotgan siyosat olsun, Uyg'urni yo'q qilish olsun, lager qilyotdi deymiz, lagerdan keyin turmaga hukm qilyotdi deymiz. 2020-yilga borganda Xitoy yo'q qilib etib Uyg'ur degan bu yerda qolmaydi. Deb manqurtlaştırışını tezleştiriş olsun, Xitaylaştırış olsun, çançıyla oynayotganını görüyotimiz, mescitlerimizni çeqiyotganını görüyotimiz, Qur'onni ko'ydirayotganını görüyotimiz. Xalqni butunlayla shu partiyadan boshqa hech nima yo'q degan shaklda boshqa narsani demay shuni singdirayotganligini ko'ryapmiz. Xitoy 3 yil ichida, ya'ni 2017 yil 4-oy boshlab 2020 yil 4-oygacha butunlay tarmaqib turgan Maguyning mensini jup bilamiz deylik. Şuna bugun kerak qolmagan Nurbekirni qanday qildi desanglar, mayli parxo'rlik desin, mayli u desin, mayli bu desin, ko'zdan yo'qotdi. Ko'z yo'qishlik sabab qandaqdir u Rossiyada qandaqdir muxbirlik bijimini deb qo'yganligi emas. Yoki bo'lmasa uni buni oshkorlab qo'yganligi emas. U bir sodiq bir chakar u. U 18 yoshda vaqtidan boshlab tarbiyalangan, Xitoyga sodiq, hech nimasini aymaydigan, shu butun vujudi bilan Xitoy uchun xizmat qilgan bilsa, uni qo'pab ma bir kuni menda deb qo'ydi yoki parxo'rlik Xitoyning ruxsiz pirt qilib o'siranmaydi Nurbekir. U bugungi kun kelganda nima uchun hamda bu Xitoy tutqun qildi deganda uni keragi qolmadi. Demak, Xitoy mayli shunda bir signalni beryapti-da o'zining munofiqlariga. Biz sizlarning u millatingga xiyonat qilgan odam bizga mi xiyonat qildi, hamon bir kuni xiyonat qildi deydi Xitoylar. Shuning uchun Xitoy mayli yana bir söz gapli hamda bu söz çöçekler. Amerika hükümeti bu Nurbekir uyabiga chiqargan vaqtida buni akitib, buni hozirgi Sharq Turkiston vaziyatini pash qildirib o'tishi mumkin. Uning uchun Amerika qo'l silishdan burun Xitoy Nurbekirni baldo yo'qitib etdi. Xitoy yo'qitishdan burunmi bu 19-qurultayning ichiga akirmidi? Nurbekirni akirmay u 2014-yil uyaga energiyaning idora boshliq qilib qo'rchoq shaklda ketdi. U yerda balkim ta'minot shu bagindan Xitoy shuningda hisob oladi hamda. 18 yosh, 58 yosh kiribdi va 40 yil shaklda, 30 yil shaklda shu xizmat qilib shuningda ta'minot oldi. Xitoyning pulini yedi, Xitoyning bergan imtiyozlardan bahramand bo'ldi, urug' tuqqanlari bahramand bo'ldi. Hamda uning shaklida sizga biz manchilik beynimi qilgandik, hamda sizni biz şekilde bir kurban qilib o'tamiz. Siz tugaysiz chunki
u ming Nurbekir çoşuğu olsun, meyle Xitayga beşini koyup Budistga itiqat qılavatson, meyle Xi Jinpingni akıdap yetevatson, onun kuchqida. Nima qilsa Xitoy uni baribir hisoblanmaydi. Chunki u Uyg'ur bo'lganligi uchun. U hamon Nurbekirga sinba ya uning. Nurbekirdagi sinba ya Uyg'urchisi u ism bo'lganligi uchun uni hech bir uning butun vujudi Xitoyga tava bo'lib ketsa, ammo uni Xitoy e'tirof qilmaydi. Shuning uchun uni tutqun qildi. Uni balkim o'ttirib yutishi mumkin. Qanday qilsa Xitoyning qo'liga kelgan bu nima ish qildi demdi uni. Nima ish qildi dem. Bu yerdagi berayotgan signal nima deganda Xitoy ma yashayotgan o'zining atrofidagi bo'lsin, mayli ayni Azad Sultan degan shu Nurbekir bilan parallel bo'lgan savdoshlari, uningdan boshqa hammasini tutilganligini tutib qo'yib, unikini bir qilib bo'ldi. Azad Sultan degan qip-qizil Xitoyga ishlab chiqqan Xitoyning depini chaldiganlar. Bugungi kun kelganda ularning kerak ekanligini hozirgi Shuhrat Zokirov bo'lsin, mayli Abdulla Abdurashid bo'lsin, Tömür Davamet olsun, İsmail Ahmet olsun, İsmail Tilivalda olsun, hiç qaysi qo'rqib qolmaydi. Chunki bularning biladiğini siz bilan bizdan ko'p. Bularning shohidligi siz bilan bizdan jiq. Nurg'un so'rinda ular o'tirib qopgan, ularning xulq mijozdan tortib, hattoki bir ushaqcha qilgan gap so'zdan tortib ham meni biladi degan gap. Uning uchun bularni boshda yo'q qilib o'tish kerak. Bular yo'q qilinib ketadi. Bunu xatircam bo'lsa, Xitoy bizni ishim qilmaydi. Seyfidindek o'ylab kelsak, Babuşanda yatamiz deb o'ylab qolmasin. O'ylab qolmasin, Babuşanda yatmasimi? U bilan bir xotin bir yerda qo'pishi, o aniq qiyomat kuni shu bilan bir qatorda qo'pidamdi ular. Xitoylar bilan. Herkes qilgan Xitoylar bilan bir qatorda qo'pidi. Ammo bu yerda Xitoy o'ttirdi ularni. Bugungi kun kelganda bunning vaqt soat to'shdan kerak qolmadi. Kerak qolmaganini qanday qildirgani o'ttirdi shu. Mesela hozirgi Go'jahan Chunjuda ishlayotganlar olsun. Go'jahan Chunjuda imtiyoz bilan ishlayotganlar olsun. Mayli Go'ning davlat ishinikida ishlayotgan Anchonning ishlayotganlar olsun. Bizning ishim qilinmaydi. Sizning ay ushingizni chapiningiz, sizning qo'lingizni kiyishingiz o'zingizni qutuldirolmaydi. Hattoki ba'zilarga tapanchasini versa o'qni vermaylik. Ishlatadiganlarga tapanchasini versa o'qni vermaylik Uyg'urlarga. Uyg'ur saqchi deganlarga Uyg'ur nimani vermaylik. Demak, Xitoy ishonmaydi. Tapanca olsa, o'q olsa, itib salamiki ma'lum bir kuni bizni deb ishonmaydi Uyg'urlar. Demak, ayadiki Uyg'urlarga mayli sirtida ishlayotgan munofiqlarga deylik, hamon bir kun o'lsa. Faqat vaqt masalasi. U deydi balkim Nurbekirga xiyonat qilgan bo'lishi mumkin. Nurbekirga bijimni deb qolgan bo'lishi mumkin. Ya mas'ullar qilib bijimni uchurini berib etgan bo'lishi mumkin. Rossiyaning istixboroti bek yaman balkim bir şekilde bir yerde bir çadırı koygan bo'lishi mumkin deb buni atmang. Xitoy mayli Nurbekir olsun, mayli Shuhrat Zokirov olsun, mayli uning o'xshagan sizning Anchonjuda ishlayotgan butun hammalaringizni etib tugitdi. Chunki sizlar shohid bo'layotgan ish bek ko'p. Chunki u yerdagi Uyg'urlarning nurg'un mayli organlari ilinliq olsun, mayli xato shaklda so'roq qilinib turmalarga mahkum qilinishi olsun. Mana 2017-8 yildagi Michuan turmasidagi odamning qamalgan odam soni taxminan 120 ming. 2017-8 yilda gap 120 ming bu kichik turmadagi gapning juma soni. Demak nima deganda Nansanda qurilayotgan 200 ming turma, 200 mingga keladigan turma. Bu turmaga kimlar qamaladi? Demek u kadr olsun, mayli nima olsun, Xitoyga sodiq olsun, mayli cho'shirgush olsun, mayli arama yegan bo'lsin, mayli aroqni kunda gupiltib ichgan bo'lsin, Uyg'urlar bo'lar ekan, uni Xitoy o'tirib o'tmoqchi. Shunga bu yerda Nurbekirning oqibati orqali shuni tushundirmoqchi, Xitoy buni aniq tushunishi kerak. Xitoydan umid kutayotganlar, Xitoydan bir ma'no siyosati bo'shab qolamdiki, bu bilan yana yo'saqni qolamizmi deb qilayotganlar. Chunki Xitoydan umid kutib, Turkiyadagi bo'lsin, boshqa o'quvchilar uyushmasiga a'zo bo'lib, mayli tantarbiya faoliyatiga qatnashayotgan o'quvchilar uyushmasining undidaridagi darsini anglayotganlar bo'lsin, mayli ular bilan o'tirib qopab qilgan faoliyatlarga aktiv qatnashayotganlar bo'lsin, xotirjam bo'ling. Sizning ota-onangizni o'ttirib yurdi boshda, anandan keyin sizni o'ttirib yurdi.
Xitayga hem nefes oğandan hemmisi ölüdü. Xitayga karşı tuğala alamsak qalalaydı qarindaşlar. Çünkü onun imanı, vicdanı onu saklap qalalaydı. Dünya ve ahirette saklap qaladı. O Xitay bilan hem nefes oğan dünya ve ahiret xar oldu. Şuna memleketin okuvuşlarga şunu demekçi. Bular mı Türkiye başlık okuvatqa okuvuşlar kichik bolalarimiz ularni aldavatıdı, sizlarni aldavatıdı Xitay. Sizlarni berip kelishinglar yoki ota-onalar bilan aloqa qilishinglar uchun ba'zi bir kanallarni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Onanglar, dadanglarni har xil undidarda gap qilib sizlar aralashma, sen yaqin kelma deb dadanglarni lagerga solib olgan bo'lishi mumkin. Onanglar qilib qolgan bo'lishi mumkin. Balkim onamni bo'lsin saqlab qolaman deb Xitoy bilan ham nafas qilayotgan bo'lishinglar yoki bo'lmasa sukut turayotgan bo'lishinglar mumkin. Sukutni buzinglar. Xitoydan jiroq turinglar. Nimani ağrыңlar, sizlar aç qolmaysizlar, sizlar o'qishsiz qolmaysizlar, sizlar pasportsiz qolmaysizlar fikrim. Shuning uchun Xitoydan jiroq turinglar. Bugungi Nurbekirning oqibati mushu Nurbekirgidek o'xshash ishlayotgan g'alchilarning va Nurbekirga o'xshash shuning Xitoydan umid kutib yashayotgan va shu sukutni tanlagan shuni ati solab qoladi. Shuning uchun bu yerdan mayli u yerdagi Nurbekir'e o'xshash Xitoydan arzu umid kutayotgan bo'lsin, vatanning vaziyati o'ngshilib qoladi deyish bo'lsin. Xitoy bugun Suriya va Afg'onistonga Sharq Turkistonga o'xshab qoladi deb Suriya va Afg'onistonda urushda o'lgandan battar insonlarni o'ltiryapti. Kuniga necha yuzga, necha minglagan odamlar o'lyapti qarindoshlar. Bilib qolinglar, Xitoylar qabristonligimizning kengayib ketishining oldini uchun qavatli qabristonliklarni qildi. Qavatlik her nayyaga qavatlik qabristonlik her qabristonlikni nay oyoqdan buyoqqa yili yangi qurgan 3-4 yil bo'lgan qabristonlikni yo'tkab qilayotganligini xabarini anglatamiz qarindoshlar. Bu nimadan derak berdi? Chunki sunniy hamroga tushib qilyotdi. Chunki sunniy hamroga hozir lagerlarning o'rni tushib butun dunyoga oshkorlanib ketdi. Xitoy qabristonlikning kengayib ketib buning oshkorlanib ketishining oldini uchun qana qiladi? Ko'ydirdigan xumdonlarni quryotdi. Bizning tıqqanlarımızın cesetlerini köydürüp kül kılıp etmekçi. İzini koyma yoktub etmekçi. Bu bir. İkincisi qavatli qabristonliklarni qilyapti. Qavatli qabristonlikda külümünü köygül olmaydı. Sünni amri orqali. Onun için ular bu şekilde bazı rayonlarda bu şekilde qabristonlikni barpo qilyapti. Buniki maqsad o'zining izini yo'qotish. Xalqaroning dalil isbotli xalqlarga tutilib qilishning oldini olish uchun qilyapti qarindoshlar. Onun için bunda işte hoşyar olayla her xil şekildeki uçurlarımız olsa ortaklaşayla xalqaraga paş qilib etayli. Xitoyning mana 11-6 kuni Jenevadagi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aldıda namoyish orqali va yoki shu hozirgi qarindoshlarimiz o'tirib guvohlik berib atgandek guvohlik shakli bilan bo'lsin. Qo'limizga dalil isbot, urug' tuqqanlarimizning rasm orqali bo'lsin shu Xitoyga besim shakllantirishimiz kerak. Bizning qilalaydigan qilalash tegishli kishilarimiz qo'limizda turib imkoniyatimizni bu qilmaslik bu nayet üzümüz xıyanet qilganlik, imanımızı xıyanet qilganlik, urug' tuqqanlarimizni xıyanet qilganlik, vatanimizga xıyanet qilganlik qarindoshlar. Onun için Nurbekirdek o'xshash umid kutib Xitoydan pul ilib ishlayotganlar, dollar ilib ishlayotganlar, balkim dollarimiz urilib kirib turaverdi, sotqinimiz setib turayli. Vatandagilar olsun kadrlar bo'pti, bir ishlab turlar, endi qanaqa qilamiz? Biz bu yerdan qochib chiqganmiz, qo'limizda pasport yo'q. Ha deb u sukutni tanlamang. U sukut hamını sizga dunyo oxiratda sizga ziyon qiladi. Xitoynikini oshkorlashga imkoniyatiniz sharoit bo'ldi. Vatanda bo'lsin oshkorlashga izdinan. Her xil sharoitlar va, her xil fursatlar va vatanda bu. İnşallah shu fursatlardan foydalanishga izdinan imoningizni, vicdanıngizni, shu xalqingizni qirg'in qilayotgan, siz shu shohid bo'layotgan shu xalqingizga siz dunyo oxirat javob qilasiz. Onu men qutulib qolaman. Xitoy meni nazorat qilyapti. Xitoy menga besim qilyapti. Men o'zimni saqlash uchun cho'qim mashina setishim kerak, mashina qilishim kerak deb o'zingiz dozoq ishlayman. Xitoy hamını sizni o'ttiradi. Mayli sodiq qilib ishlang aynan Nurbekirdek. Mayli qarishtiring, hamını o'lim, ammo sharafli o'limga ega bo'laylik. Sharafli o'lim bilan Allohning oldiga yuzlaninglar. Nurbekri tarixinin bediga munofiq deb yozildi. Uni o'chiranmaymiz. U chunki o'zining amaliy harakati bilan yozdi uni. Tarix shunday deb yoziladi tarix bediga. Uning uchun
Allah saqlasın. Allah saqlasın bizlarni tarixning betiga munofiq deb yozilib qilishdan Allah saqlasın qarindoshlar. Allohga sajda qilib, Allohga qulchilik qilib do'zaxga mahkum bo'lib ketmaylik. Uning uchun ozg'ini pulga, ozg'ini dollar uchun harakat qilayotgan, ozg'ini dollar uchun setib qishlayotganlarni o'shingizni tepilang. Sizni Xitoy chet elda o'tdamsa boshqalarning qo'llari o'tirib Belki mücahitlerimizga dep mücahitlerimizi aşkarlap berip delil ispatinizde öttegiz yutuşu mümkün. Şunun için siz hamına tövbe kılsanız yani ülgeri aleysiz. Ama münafıklığı devamlaştırıyor iken siz aşkarlanmaydığı iş yok. Hamına es aşkarlandı. Delil ispatlık aşkarlandı. Bugünkü bu uçurlaşkan devirde sizden telefonunuz, sizden elihet adresiniz, sizden başka uçur vasıtalarınız arkalıkça siz Xitay ile alakağınız hamına aşkarlandı. Xitayga uçur topluluğunuz, uçur belginiz hamla aşkarlandı. Meyle Avrupa'da turun, Amerika'da turun, terakkiga ellerde turun. Sizden her xil şekilde kıgan o ündidarını köymeyti, ündidarını bilmeyti dep yetkizgen uçurlarınız, materyallarınız, ikinci bir dölet girip yollığınız hemmisi çıkıp kaldı kardeşim. Onun için muşunu işini kılıvatkallı hoşkallığınızı tepen Şarkı Türkistan'ı müstakillik için hes koşan qilgan bo'lsangiz tövbe qilib uni yandırishga tirishing, ammo unda qilmaydigansiz dunyo oxirat xor bo'lasiz. Uning uchun bugungi programmamizda Nurbekirning sodiq bir Xitoy chakiriniki bugungi avvali kelishi Xitoyning Nurbekirga o'xshash g'alchilni kerak qilmaganligining isboti deb shuni yig'inchoqlayman qarindoshlarim. Vaqt munosabati bilan gapimni shu yerda oxirlashtirman. Hammanglarga Janob Alloh topshirib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.